Bu Bomish, bu esa beach. Farqi nimada? Bomish bu shunchaki tayinli yashash joyi bo'lmagan, ko'chada kun kechiradigan daydi. Beach bu hayotda o'zini yo'qotgan, ichkilikka berilib ketgan va tirikchilik uchun faqat vaqtincha ishlarda kunbay ishlaydigan odam. Bu filantrop, bu esa altruist. Farqi nimada? Filantrop o'z boyligini, puli va imkoniyatlarini yirik ijtimoiy loyihalarga, odamlarga yordam berishga ishlatadigan yirik homiy. Altruist o'zidan ko'ra boshqalarni o'ylaydigan, evaziga hech narsa kutmasdan shunchaki yaxshilik qilishni istaydigan beg'araz inson. Bu introvert, bu esa sotsiofob. Farqi nimada? Introvert bu yolg'izlikni yaxshi ko'radigan, shovqin-surondan charchab, yolg'iz qolgandagina ruhan quvvat oladigan odam. Sotsiofob bu odamlar bilan muloqot qilishda yoki omma e'tiborida bo'lishdan kuchli qo'rquv va xavotir his qiladigan odam. Bu skeptik, bu esa sinik. Farqi nimada? Skeptik bu aniq dalil va isbot ko'rmaguncha hech qanday gapga yoki ma'lumotga osonlikcha ishonmaydigan shubhachi odam. Sinik esa odamlarning samimiyligiga aslo ishonmaydigan, hamma narsadan qusur qidiradigan va hamma faqat o'z foydasi yoki qo'rquvi uchun ish qiladi deb o'ylaydigan badbin odam.